hukmdoringizning yoniga boring va unga qo'llarini kesgan ayollarning hikoyasini o'rganishni ayting. Garchi mening Xudoyim ularning menga qarshi fitnalaridan xabardor. Qaysi ayollar? Kimdir biror narsani biladimi? Ha, janob oliylari. Gap nima haqida ekanligini bilaman. Agar ruxsat bersangiz, o'sha ayollarni bu yerga olib kelsam. Zudlik bilan olib keling. Chindan ham siz unga mahliyo bo'lib, adashib qo'lingizni kesib oldingiz-u, u sizga ahamiyat ham bermadimi? Ha, xuddi shunday bo'ldi. Hammamiz bilmay qo'limizni kesib oldik. Yuzarsev chindan ham juda pok yigit edi. U hech qachon bizning go'zalligimizga e'tibor ham bermagan. U bizning biror bir hiylamizga aldanmagan xonimim. Bunday yosh yigitning axloqi haqiqatdan ham hayratga soladi. Bunga ishonmayman. U inson axir, avliyo emas.